İnsan hayatı ijtimoiylik ustiga qurilgan bo'ladi. İnsanning ijtimoiyligi uning boshqa insonlar bilan uzluksiz aloqa qilishi bilan taraqqiy qiladi. Til ana shu aloqalarning mutlaq ko'p qismini o'rindaydigan vositadir. Til bir vosita bo'lish sifati bilan dilimizdagini ifodalash, tarjima qilish rolini o'taydi. Ya'ni og'zimizdan chiqqan so'zlarning yiltizi dilimizda yotadi. Shunga ajdodlarimiz til qalbning ayniki deb bekor aytmagan. Demak, tilimizdan chiqqanlari bizning mohiyatimizning dalolatidir. Qalbimiz qancha sog'lom, go'zal bo'lsa, tilimiz atrofimizdagilarni xursand qilib, ularning yorlariga malham, dardlariga darmon bo'ladi. Islom dini boshqalarga so'z qilish va uning qoida-usullariga alohida ko'ngil bo'lgan bo'lib, so'zlashdan iborat bu ne'mat Alloh taoloning insonga ato qilgan. İnsanlar bu orqali boshqa mahluqotlardan alohida farq qilinib turadigan eng cho'ng ne'matidir. Bu ne'mat Alloh taoloning tuvandagi muborak oyatida mundaq bayon qilingan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana xalaqal insana 'allamahul bayan. Mehribon Alloh taolo Qur'oni Karimni ta'lim berdi. Uni yodlash va tushunishni osonlashtirib berdi. İnsonni yaratdi, uningga maqsadlarini uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. Alloh taolo ato qilgan in'om yoki ne'mat qancha cho'ng bo'lsa, uning qadriga yetish va ko'p tashakkur aytish shuncha zarurdir. Xuddi shuningdek, tuzkorlik qilish yoki qadriga yetmaslikning vabolimi shuncha og'ir bo'ladi. Jamiyatimizga bu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, jamiyatimizda tarqalayotgan nachar illatlarning biri shahvoniy so'zlarni ko'p qilish va nachar so'zlar bilan tillashishlar bo'lib, bu illat kishilar orasida o't opitiga o'xshash keng tarqalgan xatarlik ijtimoiy hodisadir. Siz ko'chada yoki bozorda va yoki boshqa joylarda mang'aningizda Allohni g'azablantiradigan shahvoniy, tetiqsiz so'zlarni anglamay, Allohdan qo'rqadigan va musulmonga mos keladigan bir minutni o'tmaydi. Hatto jamiyatimizdagi ba'zi yoshlarimiz eg'izga alg'usi sat gaplarni, ya'ni avratni tilga olib turib, hech ayminmasdan eg'izdan chiqara oladigan holatga kelib qolyotdi. Bu illatning sabablaridan biri yashayotgan muhitimizdagi kishilarning sat gaplarni intayin ko'p qilishi yoki ko'rayotgan kinolarimizdagi sat gaplarning ko'p bo'lishidir. Bu ishlar dinimizning muhim ko'rsatmalaridan biri bo'lgan tilni yomonlik va axloqsizlikdan saqlab qilish ko'rsatmasiga qarshidir. Bu illatlardan qutulishni xohlaydigan kishi Allohdan va atrofidagi kishilardan hayo qilishni o'rganish kerak. Chunki hayo qilish insonga go'zal so'zlashni, nachar so'z va ish harakatlardan yiroq turishni o'rgatadi. Muborak dinimiz so'zlashdan iborat bu ne'matdan qanday foydalanishni, so'zning temisi va uslubiga alohida diqqat qilishni eskartadi. Chunki bir kishining gap so'zi uning aql parosati va xarakterining qanday ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, bir jamiyat kishilarining so'z uslubiga qarab, ularning umumiy axloq saviyasining qanday ekanligi, ular yashagan muhitda axloq fazilatning qanchalik darajada ahamiyat berilganligiga hukm qilg'ili bo'ladi. Shuningdek, musulmon bir kishi birovga bir og'iz so'zni qilishdan burun o'z-o'zidan bu so'zim bir musulmonning og'zidan chiqishga loyiqmi yoki loyiq emasmi deganni o'ylanib beqib, andin og'zidan chiqarish kerak. Ajdodlarimiz o'ynab so'zlasangmi, o'ylab so'zla degan so'zni nima degan to'g'ri aytgan ha? O'ylab so'zlagan kishi maqomga loyiq so'zlaydi. O'ylamasdan og'izga kelganni degan kishi bo'lsa, ya xato so'zlab soladi va yoki deyishkilik bo'lmagan gapni deb hozirini va kelgusini biroqli vayron qiladi. Payg'ambarimiz bir hadisda mundaq: bir banda so'rindikilarni kuldirish uchun qilgan bir og'iz so'z tufayli osmon bilan zaminning oraliqidan cho'nqur bo'lgan bir hanga tushib ketadi. Put azg'unligi til azg'unligidan og'irroqdir. Bir donishmon mundaq degan: yigit putning tayib ketishi bilan emas, balki tilning tayib ketishi bilan halok bo'ladi. Ko'p so'zlagan odam ko'p xatolashadigan bo'lg'achqa, payg'ambarimiz bir hadisda mundaq deydi: inson eg'iziga ega bo'lishga kepil bo'lsa, men uning jannatga kirishiga kepil bo'laman deydi. Shundaq qarindoshlar, o'z mayliga qo'yib berilgan til shaytonning cho'lg'uridir. Insonni xohlagancha boshqara oladi. Tiliga ega bo'la olmagan kishining eg'izi qalbini bulg'aydi. Qalbi bulg'angan kishining iymonida masala ko'riladi. Bu haqda payg'ambarimiz mundaq degan: kishining qalbi durust bo'lmoqcha iymoni komil bo'lmaydi. Tili go'zal bo'lmoqcha qalbi durust bo'lmaydi. Demak, iymonimizning komil bo'lishi uchun tilimizning go'zal bo'lishi kerak. Uningdan boshqa do'stlik va qarindoshlikni kuchlantiradigan yoki ularni qo'g'dab qoldigan omillarning biri bir-biriga chiroyli so'zlarni qilish. Aksicha bo'lganda shayton ularning orasiga kirib, orasini buzish va o'ch adovat silish uchun ma'rab turgan bo'ladi. Bu vaqtda shaytonning depiga usul o'ynab do'stligimiz buziladi yoki dushmanlashib qolamiz. Go'zal adab axloqdan nasiyalangan kishi sat gaplarni qilishdan har vaqt ehtiyot qiladi. Atrofidagi kishilarga, mayli u kishi bilimsiz yoki axloqi nachar kishi bo'lsin, hamma kishiga ehtiyotjonlik va ig'ir besiqlik bilan so'z qiladi. Inson bo'lish sifatimiz bilan bir yoki
ki 2 qatim achchiqni yutib o'tishimiz mumkin. Ammo 3-chi qatimga kelganda cho'qim portlab ketamiz. Shuningdek dinimiz fazilatlik musulmon kishidan jamiyatimizda yomonlikning avj olib ketmasligi uchun texmu sabrchan bo'lishni talab qiladi. Axloq fazilatli kishi jidal majralarga, o'rinsiz talash tartishlarga sabab bo'ladigan so'zlarni qilmaydi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda mundaq degan: kimiki o'zi degan so'zning xato bo'lganligi uchun jidallashdan voz kechgan bo'lsa, uningga jannatning g'o'ylisida bir uy solinadi. Kimiki o'zining degini haq bo'lsa-mu, yanada jidallashdan voz kechgan bo'lsa, uningga jannatning o'ttirsida bir uy solinadi. Kimiki axloqi go'zal bo'lsa, jannatning yuqori qismida uningga bir uy solinadi. Yuqorqi hadislarning maqsadining aksicha bo'lganda, jamiyatimiz taraqqiyotda orqaga chekinish, fiqhiy masalalarda guruhlarga bo'linish, birovning yuz obro'yining to'kilishi, g'ayvat qilishning ko'payib ketishi qatorliq gunoh ishlar bosh ko'taradi. Bir ig'iz so'z sababli urushadigan, bir-birini yarlandiradigan ahvollar yuz beradi. Uningdan ig'roq bo'lganda, shu bir ig'iz so'z sababli odam o'ldirish kelib chiqadi. Yuqorqi gunohlardan saqlanishimiz uchun kishilarga so'z qilganda chiroyli so'z qiladigan, ig'ir besiq bo'lishimiz, sabrchan bo'lishimiz, so'zimizda har vaqt yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishimiz, fitnaga sabab bo'ladigan so'zlardan yiroq turishimiz, devatgan so'zlarimizni o'ylanib deyishimiz, nima uchun, qaysi maqsadda deganligimizga ahamiyat berishimiz, bilmaydigan ish haqida shak shubhi bilan gap qilmasligimiz kerak. Alloh taolo har birimizni tilimizga ega bo'la oladigan, yaxshi so'zlarni qila oladigan, payg'ambarimizning go'zal axloqidan nasibalangan, go'zal axloqli kishilarning qatoridan qilsin. Til sabablik abadiy bo'lgan do'zaxga kirib qolishdan saqlasin.